Yo'q, dada, bormayman men qishlog'ingizga. 34 yildan beri hech kim bormaganga men qanaqa qilib boraman? Qo'rqaman. Meni ishim yo'q, qishloqqa borasan, tushundingmi? Yo'q, dada, axir men u qishloqda yashashni xohlamayman. Nima qilibdi shu yerda yashasan? Qishloqda vaqt o'tkazib kelasan dedimmi? Vaqt o'tkazib kelasan. Yo'q, dada, menga u qishloq yoqmaydi axir. La'natlangan bo'lsa-chi. Yo'q, meni hech kim tushunishni xohlamaydi. O sening fikring, men fikrim bo'yicha sen qishloqqa borasan. Bo'lgan otangning gapini ikki qilmasdan balki. Xo'p, hammaga salom. Mening ismim Anto va mening kanalimga obuna bo'lsangiz, yangi videolarni kuzatishingiz mumkin va bu videoga birdan like ham bossangiz yaxshi bo'lardi, iltimos. Mana meni ahvolimni ko'rishingiz mumkin. Qaytgancha mayli, endi ketishim kerak ekan. Shuning uchun mayli, ketish kerak bo'lsa ketaman-da. Mana shu yerga o'tirib biroz Minecraft o'ynab olsam yaxshi bo'lardi. Mana ketadigan paytim bo'ldi, lekin bu yoqmayapti. Yaxshi pul olsam nima bo'ladi? Xo'p, $5 ola qolamiz. Mayli, mana $5 oldik. Yaxshi. Sizlarga qishloqda yashash yoqadimi? Mana qishloqqa ham kelib oldik. Endi dadamga telefon qilib ko'ramiz. Sizlarga qishloqda yashash yoqadimi yoki shahardan? Buni kommentariyada yozib qo'ying. Allo, dada, men keldim. 34 joyga borsak, qayerda yashashni aytadi. Xo'p, mayli dada, mayli, unda boraman. 34-joy. Menimcha katta minoradagi yonidagi o'sha uy bo'lsa kerak-da, ish qilib. Yo'q, menga shu nimaga kerak edi ya? Yo'q, dadam, pullarga nima bo'lgan o'zi? Odam yashaydimi o'zi bu uyda? Mana shu 34-joy. Assalomu alaykum, kelsin bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tohir akani o'g'lisi bo'lasanmi? Ha, men qaysi uyda yashayman? Alisher boyning uyida, orqamdagi uyda. Xo'p, mayli, uy yaxshimi? Ha, juda ham yaxshi. Alisher boyning o'zi kim u? Nima, yo'qolganmi, o'lganmi? O'lgan. Faqat bu haqida, bu qishloq haqida mendan so'ramang, iltimos. Qo'rqib ketishing mumkin. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin, obunachilar? Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Yaxshi ekan u, lekin ko'nglim cho'tag'ashda. Xo'p, mayli. Lekin hozir bu dush bo'lsa kerak. Yaxshi, qo'llarimni yuvib olamiz. Suv juda ham sovuq ekan. Endi biz esa uxlab olsak yaxshiroq bo'ladi. Yo'lda juda ham charchaganmiz. Juda ham uyqum kelyapti. Yaxshi xona, yaxshi, lekin nima bo'lgan qishloqqa uxlab olamiz. Bunisi bilan ishim yo'q. Soat nimaga kerak menga? Telefonim bor-ku. Kim u? Kim? Kim bo'lishi mumkin, Soat 2:49 o'tibdi-ya. Kim bo'lishi mumkin bu paytda? Tezroq eshikni ochish kerak. O'lik, nima shit? Kim bo'lishi mumkin bu? Eshikni qulflab olish kerak. Mana dadam aytganda eshikni qulflab yurma, hammasi yaxshi odam deb. Nima bo'lishi mumkin? Bu dadamga qo'ng'iroq qilsammikin? Yo'q, politsiyaga qo'ng'iroq qilaman hozir. Mana
Yo'mayo, aloqa chiqmayapti-ku bu yerda. Nima? Yo'mayo, aloqa chiqmayapti. Nima bo'ldi? Aloqa yo'q. Yo'mayo, nima? Qishloq shuda. Ota-onam meni majburlab olib kelishdi. Yo'mayo, bu yerda nima bo'lgan o'zi? Yo'mayo, obunachilar. Yo'q, soat. Obunachilar, qo'rqqanimdan ertalabgacha o'tirib chiqdim, lekin men bu bo'lgan ishlarni janob merga aytishim kerak-da. Yo'q, yaxshi. O'zimni bosib ol. Anto, o'zingni bos, Anto. Sen qo'rqmas bo'lasan. Yo'q, bu gapga o'zim ham ishonmadim, Dash. Tezroq. Janob mer kirsam bo'ladimi? Kel. Yo'q. Janob mer kecha juda ham dahshat voqea bo'ldi. Iltimos aytib ber, Anto. Xullas soat 2:49da eshigim taqilladi. Ochib qarasam, bitta o'lik jitel yotgan ekan. Keyin men qo'rqdim-da, politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi edim, aloqa yo'q deyapti. Xullas, Anto, men senga aytishim kerak, bu qishloq la'natlangan, iltimos bu yerdan tez ket. Yo'q janob men bu qishloqni la'natdan qutqaraman. Uni bu la'natdan ochaman. Yo'q, Anto, bu oson kechmaydi. U la'nat senga qarshi kurashadi. U juda ham kuchli. U senga la'nat qilishi mumkin. Baribir men bu la'natdan qutqaraman. Obunachilar, bir dona like bosinglar va keyingi qismda bu qishloqni sizlar bilan bu la'natdan qutqaramiz. Bu la'natni nima uchun la'natlangan sirini ochamiz. Biz bilan qoling.